Biznes qiladiganlar uchun zo'r taklifim bor. O'rtoqlar, yo'l bo'yidan 25 sotuv nijloy joyimiz bor, sotuvga chiqarganmiz. Mana bu yoqqa yangi Toshkent ketiladi, bu yoqdan bo'lsa yangi O'zbekiston kelinadi. Shunda Olimpiskiy stadiondan o'tgandan keyin mana bu yerda 25 sotuv nijloy joyimiz bor. Mana metan gazi ro'parasi. Bu joyimiz buzilmaydi. Proyektlari chiqqan o'sha anaqadan ko'rib olsa bo'ladi, kartadan joylar buzilmaydi. Luboy biznesga to'g'ri keladi o'rtoqlar. Kafe qilsangiz ham, biznes sentr qilishingiz mumkin yoki sex, zavod qilib ishlatishingiz ham mumkin. Yana boshqa biznesni qilsa ham bo'ladi o'rtoqlar. Joyi zo'r. Mana orientirimiz mana buni shunda orqasida. Naryoqda orqa tomonda dom qurilyapti. U ham bizga qarashli joy bo'lgan, ular sotilgan, o'sha dom quryapti. Agar ruxsatini olsanglar, dom ham qurib olsa bo'ladi balki. O'shaning uchun aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Joyimiz zo'r joy. Mana o'rtoqlar, joyimiz mana bunaqa to'rt burchak joy. O'rtoqlar, mana bunaqa uzunligi 72, bu yog'iga 34 qancha ham. To'rt burchak. Joy juda ham katta. Hozir bu yerda sex bo'lib ishlaydi. Meditsinskiy tovarlar sotiladi bu yoqda. Mana bizdan edi. Mana qaranglar. Xullas o'rtoqlar, biznes, katta biznes qiladiganlar uchun joyimiz zo'r joy o'rtoqlar. Narxi keladigan bo'lsa, aytdim 36 mingdan bir sotig'i, yana kelishiladigan joy bor. Buni yana variant qilib ham gaplashsa bo'ladi o'rtoqlar. Har xil taklifinglar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilaveringlar. Mana bu yoqlar. Xudo xolisa 3-4 yilda bu yerlar vashcha zo'r, qimmat, zo'r joylar bo'lib ketadi.